Mahalliy xabarlarga qaytamiz. Buxoro davlat universitetida yangi o'quv yili boshlanishi oldidan ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun matbuot anjumani o'tkazildi. Hozir shu haqda. Prezidentimiz topshirig'i asosida 2024-yilda qurib foydalanishga topshirilgan Buxoro shahridagi universal sport majmuasi Markaziy Osiyodagi eng yaxshi sport majmualaridan biri bo'lib, qator xalqaro nufuzli musobaqalarga mezbonlik qilib kelmoqda. Shuningdek, davlat rahbari farmoniga asosan majmuani sportchilarni tayyorlash, murabbiylar malakasini oshirish, sport metodikasi bo'yicha namunaviy markazga aylantirish maqsadida Buxoro davlat universiteti jismoniy tarbiya va sport fakultetiga biriktirilgan bo'lib, bu yerda 10 dan ortiq sport yo'nalishlarida talabalar mashg'ulot olib borishadi. Bu katta imkoniyatlarni yaratib berdi universitetimizga. Mazkur sport manejida bugungi kunda jismoniy tarbiya sport fakultetimiz joylashgan, uni ikkita kafedrasi va mazkur kafedrada tahsil olayotgan ta'lim yo'nalishimizdagi 13 ta ta'lim yo'nalishida hamda 3 ta magistratura mutaxassisligida talabalarimiz 500 dan ortiq talabalarimiz tahsil olmoqdalar. Yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga qaratilgan dolzarb 90 kunlik dasturiga muvofiq sport majmuasi har kuni yoshlar bilan gavjum. Maqsad sportda erishilayotgan yutuqlarni yangilash. Ta'kidlash lozim, Buxoro davlat universitetining sport yo'nalishidagi yutuqlari ham e'tirofga loyiq bo'lib, bu yerdan jahon va olimpiada chempionlari yetishib chiqmoqda. 2 karra Paralimpiya jahon chempioni Sherzod Namozov faxrli professorimiz hisoblanadi. Abdumalik Xallaqov boks bo'yicha olimpiada chempioni, magistratura yo'nalishida birinchi bosqich talabamiz va jahonda 6 oy davomida yanvar oyidan boshlab may oyigacha yutuqqa erishgan talabalarimiz sport turlari bo'yicha 8 ta jahon chempioni, 6 ta O'zbekiston chempioni va 3 ta Osiyo chempioni talabalarimiz yutuqqa erishdi. Jurnalist va blogerlar uchun tashkil etilgan matbuot anjumanida iqtidor talab etiladigan sport ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kasbiy ijodiy imtihonlar jarayonlari bilan yaqindan tanishilib, kelgusida yangi chempionlarni tayyorlash bo'yicha qilinayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.